Sun'iy intellekt nazoratdan chiqib ketdi va robotlarni insoniyatni tutish, yo'q qilish va uy hayvonlariga aylantirish uchun barcha gumanoid robotlarini yubordi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bu insoniyat yo'q bo'lib ketishi mumkin nazariyalarning 5 tadan bittasi edi. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Men shu 5 ta nazariyadan birini sizlarga barchasini aytib beraman. Yadro urushi. Katta davlatlar o'rtasida yadro urushi boshlanishi millionlab odamlarning halok bo'lishiga olib keladi. Bu insoniyatning yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan 5 ta nazariyadan bittasi edi. Atmosferaga chiqqan tutun quyosh nurini to'sadi. Yadro qishini keltirib chiqarish ehtimoli juda katta ehtimoldan mavjud. Katta asteroid yerga urilishi dinozavrlarning yo'q bo'lishiga ham shunday hodisa sababchi bo'lgan deb hisoblashadi. Endi savol dinozavrlar rostdan ham mavjud bo'lganmi? Juda katta asteroidlar yerga urilsa global iqlim o'zgarib, hayot uchun xavf tug'diradi. Sun'iy intellekt nazoratdan chiqishi. Sun'iy intellekt juda kuchli AI tizimlari noto'g'ri boshqarilsa yoki inson manfaatiga qarshi ishlasa katta muammolar keltirib chiqarishi mumkinligi haqida olimlar bahslashmoqda. Hozirda ham xuddi shunday muammolar bo'lmoqda. AIda insonlar bir-birining qiyofalarini yaratish va bir-birini aldashmoqda. Xususan pul undirish, pul talab qilish yoki boshqa mavzularda insonlarni qo'rqitish uchun. Bu aynan mana shu aytib o'tilgan 3 ta nazariyadan mana shu AI tizimi anchalik ishonchli. Global pandemiya juda xavf va tez tarqaladigan kasallik butun dunyoga sog'liqni tizimini izdan chiqaradi. Masalan, COVID-19 tizimi virusiga o'xshab va hozirda esa dunyoda yangi virus tarqalmoqda, hantavirus degan virus tarqalmoqda. Bu ham juda katta muammolarga olib keladi. Iqlim o'zgarishi va ekologik halokat mana bu hozirgi kundagi eng katta omillardan biri, eng og'riqli nuqtalarimizdan biri o'zimizning Orol dengizidagi global isish, suv tanqisligi, oziq-ovqat yetishmovchiligi va tabiatning buzilishi kelajakda katta muammolar tug'diradi. Hozirda mana bu iqlim o'zgarishiga olib kelayotgan iqlim qurollarining mavjudligi sir emas va barcha buni bildi. Xususan, Erondagi Yaqin Sharqdagi barcha yomg'irlarni Amerika o'g'irlayapti deganidek. Lekin aynan mana shu esdan chiqarmaslik kerak. Iqlim o'zgarishi, iqlim qurollarida Eron, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiyadagi xususan arab davlatlaridagi bir nechta Amerikaning mana shunday bazalariga zarba bergandan keyin Eronda, Yaqin Sharqda, xususan o'zimizda ham Toshkentda ham ko'rib o'tdik, qanchalik yomg'ir terror bo'lib yog'ganini. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Men sizlarga insoniyat yo'q bo'lib ketishi mumkin bo'lgan 5 ta nazariyadan birini aytib berdim.